teleskopli qo'yib qo'yishgan kechasi yulduzlarni tomosha qilishga. Excalibur'ni qilichi. Kvartirani doddasini obzoriga kelganmiz. Gostiniyni ko'rsataman, qaranglar. Полностью full kvartira. Hamma narsa bor. PlayStation 5, televizor, kuxnyada hop kofevarka, посудомойка, hamma narsa idishda olarigacha bor. Balkonni qaranglar. Teleskopli qo'yib qo'yishgan kechasi yulduzlarni tomosha qilishga. Dekoratsiyani qaranglar, dekoratsiyani yorib qo'yishgan. Excalibur qilich, to есть. Mana bu yerda yana bitta xonasi bor. Ko'rishinglar mumkin. Hosilaga hop spalnyani ko'rsataman. Bu yoqda kirish eshigi. Mana spalnya. Qaranglar, dekoratsiyani vashshe yorib qo'yishgan, remontni boplashgan. Televizorni qaranglar, tepaga o'zi kirib ketadi. Mana hosilaga ko'rsataman. Tepaga kirishini qaranglar. Ras ko'rib bo'ldingizmi, knopkani bosasiz, yopiladi. Mana bu yoqda sanuzel dushovayasi. Ushbu жилой kompleksga yana tegishli tomda basseyni bor. Terrasada o'zini o'tirib ovqatlanadigan joylari bor. Fitness zallari bor. Shu joyga olgan odamni barcha shu joylarga kirishi mumkin. Shu kvartirani $193,000 baholayapmiz. Yana ustida ozgina o't beradigan joylari bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsioniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.